2 kishi jarohatlandi. Eron hujumi ortidan Ozarbayjon Tashqi ishlar vaziri bayonot berdi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna va like tugmasini bosishni unutmang. Avvalroq Ozarbayjonning Naxitchevon avtonom respublikasidagi aeroport Eron raketa hujumlariga uchragani xabar qilingan edi. Mazkur hodisani Ozarbayjon tomoni keskin qoraladi. Bu haqda mamlakat Tashqi ishlar vazirligi bayonot berdi. Qayd etilishicha, bitta dron Naxitchevon avtonom respublikasi aeroportining terminal binosiga zarba bergan. Yana boshqa dron esa Shakarobod qishlog'idagi maktab binosi yaqiniga tushgan. Hududdagi maktab o'quvchilari va o'qituvchilar evakuatsiya qilingan. Aeroport binosiga qilingan hujum oqibatida bino shikastlangan va 2 nafar tinch aholi jarohatlanishiga sabab bo'lgan. Ushbu dron hujumlarini keskin qoralaymiz, deyiladi vazirlik bayonotida. Shuningdek, bayonot mazkur hujum va ikki mamlakat orasidagi munosabatlarga salbiy ta'sir etishini ham bildirgan. Ozarbayjon Respublikasi hududiga qarshi qilingan ushbu hujum xalqaro huquq norma va tamoyillarini buzilishi hisoblanadi. Qolaversa, mintaqadagi keskinlikni oshirishga xizmat qiladi, deyiladi xabarda. Bundan tashqari, vazirlik Erondan tez orada bu holatga aniqlik kiritishni talab qilgan. Biz Eron Islom Respublikasidan eng qisqa muddatda ushbu holat bo'yicha aniqlik kiritishini, tegishli tekshiruv o'tkazishini va kelajakda bunday hujumlar takrorlanmasligini ta'minlash uchun zarur shoshilinch choralar ko'rilishini talab qilamiz, deyiladi bayonotda. Keltirilishicha, Ozarbayjon tomoni tegishli javob choralarini ko'rish huquqini o'zida saqlab qoladi. Mazkur voqeadan so'ng Eron Islom Respublikasining Ozarbayjondagi favqulodda va muxtor elchisi Mujtabo Demirchilu Tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgan. U yerda Eron tomoniga keskin norozilik bildirilgan va tegishli norozilik notasi topshirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Yaqin Sharqdagi mojaro boshlanganidan buyon ilk bor Turkiya osmonida Eronni uchirilgan deb taxmin qilingan ballistik raketa yo'q qilingandi.